Qashqadaryoda ilm-fan uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan arxeologik yodgorlik aniqlandi. Qamashi tumanidagi Boburtepa yodgorligi ostidan miloddan avvalgi 3-4 asrlarga taalluqli bo'lgan qal'a qoldiqlari topildi. O'sha sopol buyumlarni uchratdik, ya'ni biz bugungi xulosamiz shu miloddan avvalgi 3-milodiy 3-4 asrlar deb beryapmiz. Hududda dala qidiruv tadqiqotlarini olib borgan Samarqand davlat arxeologiya instituti tadqiqotchilarining so'zlariga ko'ra, bu kabi antik davr yodgorliklari juda kam bo'lib, ushbu topilma ilm-fanda katta burilishga sabab bo'lishi mumkin ekan. Mana shu hududda yana bir shahar topdik, xuddi o'sha Yerqo'rg'onda juda katta shahar, antik davrda qurilgan, antik davrda paydo bo'lgan, undan keyin shu 400 yil 500 yil yashab u vayron bo'lib ketgan. Mana shu hozir turgan Boburtepa ham aynan o'sha davr, o'sha shahar bilan birgalikda paydo bo'lgan bu ham. Aniq aynan antik davrga oid bir yodgorliklar juda kam. Lekin mana shu Boburtepa aynan antik davrda shakllangan katta bir qal'a. Bu 6 gektarlik katta bir qal'a, hamma tomoni mudofaa devorini o'rab olingan, atroflarida mudofaa burjlari bo'lgan. Mutaxassislar hudud o'z davrida katta bir kent bo'lganini aytib, topilmalardagi detallar bunga ishora qilayotganini bildirishdi. Endi shaharga xos bo'lgan haligi ilmiy belgilar bor. Masalan, mudofaa devorining mavjudligi, o'sha haligi boshqaruv apparatining markaziy binosi bo'lishi, masalan, saroy yoki ark yoki hamma uchun keng foydalaniladigan diniy maskan, ya'ni ibodatxona yoki bo'lmasa masjid masalan rivojlangan o'rta asrlar davrida, keyin hunarmandchilikning rivojlanganligi, aholining zichligi, yodgorlikning kattaligi, shu jihatlar masalan shahar deb nima qilinish uchun kerak bo'lgan belgilar hisoblanadi. Mutaxassislar mamlakatdagi arxeologik yodgorliklarning katta qismi Qashqadaryo viloyati hissasiga to'g'ri kelishini, yodgorliklarning eng yaxshi saqlab kelinganini ta'kidlashadi. Boburtepadagi mazkur yodgorlikda olib borilgan qazuv ishlari jarayonida bu jihat topilmalarning tarixiy vaqtini aniqlashda yaqindan ko'mak berdi. Birinchi qazishmamiz o'sha yodgorlikning davrini aniqlash maqsadida markaziy qismda qazishma qildik. Bu o'sha dastlabki xulosamiz miloddan avval 3-milodiy 3-4 asrlarga oid deb berdik. Ya'ni bundan tashqari bu markaziy qismda o'sha tepalikda saroy yoki ibodatxona bo'lishi mumkin deb qazuv ishlarini olib bordik. Bu yerda o'sha 930 ga 5 metr keladigan katta o'sha zal, o'sha zallar bilan yaqin yana ikkita xona, ya'ni 3 ta katta, bitta katta zal, ya'ni ikkita kichikroq xona ochildi. Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on va Kitob tumanidagi Podoytaxt Sangirtepa yodgorligi fanga ma'lum bo'lsa, Qamashi tumanining Qoratepa qishlog'ida aniqlangan Odirmontepa yodgorligi ham tarixiyligi jihatdan ilm-fan uchun muhim topilma sifatida qaralmoqda. Bunday xulosaga kelishga uning Samarqand, Jom va G'uzor karvon yo'lini bog'laganini, qolaversa Kesh va Naqshab o'rtasida joylashgani sabab bo'lmoqda. Boburtepa yodgorligi esa qadimiyligi jihatdan Odirmontepa bilan tengdir. Shuning uchun bu qal'ani to'liq o'rganish, yangi manbalar topilishiga sabab bo'ladi deyishmoqda olimlar.